Bugungi video obzorimizda bu avtomobilimizning pozitsiyalari, farqlari, boshlanish to'lovlari hamda oylik to'lovlari haqida gapirib o'tamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilishni tavsiya qilamiz. Xo'p, Ariza 6 Pro'larimiz 3 ta pozitsiyada bo'ladi: Live, Comfort hamda Intelligent. Ko'p berilgan savollardan bittasi farqi nimada? Birinchi Live pozitsiyamizda atmosferli motor bo'ladi, ya'ni benzin tanlamaydigan 1.5 atmosferli motor 113 ta ot kuchida keladi. Aynan mana bu avtomobilimiz ikkinchi pozitsiyasi Comfort komplektatsiyasi hisoblanib, turbo motor bilan jihozlangan bo'ladi. 147 ta ot kuchiga ega bo'ladi. Hamda full komplektatsiyamiz ham xuddi shunaqa turbo motor bilan jihozlangan bo'ladi. Birinchi pozitsiyamizda to'liqligicha kojinli salon, oldi o'rindiqlar abagrebda keladi hamda elektrousilitsiya rul, qo'shimchasiga cruise kontrol bilan jihozlangan bo'ladi. Bu ikkinchi pozitsiya bo'lib, narxida 15 million so'm farq qiladi. Bu avtomobilimizda birinchi pozitsiyaga nisbatan orqa o'rindiqlari abagrebda, rul abagrebda hamda bokovoy oynalari ham lobovoy oynasi ham abagrebda bo'lib keladi. Ya'ni qizdiradigan funksiyasiga ega bo'ladi. Hamda eng full komplektatsiyamizda tepasi lyuk, 360 gradus kamera, besprovодная zaryadka hamda slipoy zonalar bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, birinchi pozitsiyamiz Live komplektatsiyamizda 239 million 900 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Eng kam boshlanish to'lov 25% tashkillashtirib, 36 oygacha bo'lgan muddatda rassrochka rasmiylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Agar boshlanish to'lovingiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, Fincom leasing dasturi asosida, ya'ni avtosalonni o'zidan bank aralashtirmasdan 48 oygacha foizsiz rassrochkani rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Live pozitsiyamiz uchun 57 million so'm boshlanish to'lov ichida propan gaz baloni, oynalarni tonirovka qildirib beramiz, oyog'ingiz tagiga polik hamda setka radiator qo'ydirib beramiz. Zashita setkamiz, ya'ni radiator himoyasini qo'ydirib beramiz. Agar 50% boshlanish to'lovga ega bo'lsangiz, oylik to'lov 3 million so'mdan 60 oygacha faqatgina Cherry Navoiy ADM Astra avtosalonidan avtomobil xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, qisqacha video obzor qilib ketamiz. Bu ikkinchi pozitsiya bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyamizda 17 dyumli diskalar bilan jihozlangan bo'lib, diskoviy tormoznoy sistema. Beskluchovoy dostupga, ya'ni knopkali beskluchovoy dostupga ega bo'ladi, sensorli emas. Oldi o'rindiqlarimiz abagrebda keladi. Salonimiz to'liqligicha kojadan tashkil etgan bo'ladi. Ruchnoylarimiz elektronli bo'ladi. Skorichaklarimiz, korobkalarimiz variator korobkada bo'ladi hamda avtohold sistemasiga ega. Monitor to'liqligicha sensorda ishlaydigan bo'ladi, Android sistemada ishlaydi, Apple CarPlay hamda Android Autoga ega. Rullarimiz ham xuddi shunaqa multifunksionalni hisoblanadi. Chap tomoni cruise control hamda o'ng tomoni multimediani boshqarsa bo'ladi. Ariza 6 da ikkita rejimda harakatlansangiz bo'ladi. Eco hamda sport rejimi mavjud bo'lib, harakat davomida bemalol rejimni bir-biridan o'tkazib tursangiz bo'laveradi. Orqa o'rindiqlar haqida gapiradigan bo'lsak, komfort pozitsiyasi, ya'ni ikkinchi pozitsiyada orqa o'rindiqlar ham qiziydi, orqada deflektorlarimiz bor. Orqadagi passajirlar uchun bemalol katta qulaylik bo'ladi, ya'ni konditsionerni qo'shgan payti yoki pechkani qo'shgan payti orqadagilar uchun ham qulay bo'ladi. Eshiklar polodavodchik bilan jihozlangan bo'lib, diskoviy tormoznoy sistemaga ega bo'lgan, orqasi 17 disklik balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, zadniy parktroniklari hamda orqa kameralari o'zida zavodskoy bo'ladi. Bagaj qismi 487 litrda tashkillashtiradi. Bu avtomobilimiz MPI motorga ega bo'lganlik hisobiga bemalol metan yoki propan o'rnatsangiz bo'ladi. Tayyor propan gaz balonini ham qilib beramiz, ya'ni bu avtomobilimizga 5 yil yoki 150 ming kilometr kafolat muddati bor. O'sha kafolat muddatidan chiqmasligi uchun avtosalonning o'zidan tayyor propan gaz balonlari bilan avtomobil xarid qilish imkoniyati faqatgina Cherry Navoiy ADM Astra avtosalonida faqat sizda mavjud bo'ladi. Tashrif buyurib avtomobilni xarid qilishingiz kerak bo'ladi faqat. Eslatib o'tamiz, avtosalonimiz Navoiy viloyati Karmana tumanida joylashgan bo'lib, M37 trassada, ya'ni Buxoro-Toshkent trassasida bo'ladi. Ish vaqtimiz ertalabki soat 8:30 dan kechki 20:00 gacha, ya'ni 8 gacha bo'lib, 18:00 gacha, soat 6 gacha kelgan har bitta mijozimizga bepul test drayvimiz bor. Hurmatli tomoshabin, sizni avtosalonimizda kutib qolamiz hamda xarid qilishingiz uchun sizga yordam beramiz.